Bugun sizlar bilan ko'pchilik noto'g'ri qiladigan, lekin kam gapiriladigan mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni quloq kiri, quloq chirkini tozalash. Quloqni paxtali cho'pcha, ya'ni uxa-chiska bilan tozalash to'g'rimi? Quloq kiri qachon xavfli bo'ladi va qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Quloq kiri bu organizmning himoya mexanizmi hisoblanadi. Tashqi eshituv yo'lida joylashgan yog' bezlari va oltin gurt bezlari tomonidan ishlab chiqarilgan sekret hisoblanadi. Va bu tashqi eshituv yo'liga quloqqa infeksiya, mikroblar, turli xil mikroblarni tushishini oldini oladi, himoya qiladi va quloqni yog'lab, qurib qolishdan saqlaydi. Demak, oltin gurt tiqini organizm uchun bu kasallik hisoblanmaydi. Tabiat tomonidan bizga berilgan himoya mexanizmi hisoblanadi. Demak, quloq kiri, quloq chirki nimaligini bilib oldik, lekin bu barcha insonlarda bir xil bo'lmaydi. Ba'zi insonlarda terisi yog'li bo'ladi va quloqda kir yig'ilishga moyillik juda ham kuchli bo'ladi. Xo'p, keyin bu narsa tashqi eshituv yo'li, ya'ni tashqi eshituv yo'lining anatomik xususiyatiga bog'liq. Ya'ni tashqi eshituv yo'li keng va tashqariga qarab egilgan insonlarda kir odatda kam yig'iladi. Tashqi eshituv yo'li tor va ichkari qarab egilgan insonlarda esa tez-tez quloq chirki yig'ilib turadi. Quloq kiri qachon xavfli bo'ladi? Ya'ni tashqi eshituv yo'lida kir paydo bo'lib, uni tez-tez kovlashimiz natijasida ichkariga tiqib yuboramiz va qattiq tiqin shaklida yig'ilib qoladi. Va biz cho'milganimizda yoki quloqqa suv kirganda suvga bo'kadi va shishadi va shish natijasida tashqi eshituv yo'lini devorlari ta'sirlantirib og'riq kelib chiqadi. Bu holatda albatta diskomfort paydo bo'ladi. Quloqda og'riq, ba'zida bosh aylanishi, ba'zida ko'ngillanish holatlari paydo bo'lishi mumkin va quloqda g'o'ng'illash, sho'ng'illash, shovqin paydo bo'lib qoladi. Bunda albatta lor shifokoriga murojaat qilish kerak va lor shifokori quloq kirini yuvib yoki bo'lmasa atsos apparati yordamida so'rib olib tashlanadi va quloqqa kir yig'ilganda albatta lor shifokoriga murojaat qiling, o'zingiz olmaslikka harakat qiling. Bu sharoitda barcha qiladigan xato quloqni paxtali cho'pcha, ya'ni uxa-chiska bilan tozalash. Uxa-chiska bilan tozalamaslikni tavsiya qilib qolamiz. Sababi uxa-chiska quloqda yig'ilgan kirni ichkariga itaradi, natijada probka qattiq bo'lib yig'ilib qoladi. Bu narsa tashqi eshituv yo'lining jarohatlanishiga, ba'zi holatlarda nog'ora pardaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Bu sharoitda bunaqa holatda nima qilish mumkin? Bu sharoitda ovqatga ishlatiladigan pista yog'i yoki bo'lmasam zaytun moyini elitgan holatda 4-5 tomiziladi va bu kirni erishiga olib keladi va sizdagi diskomfort yo'qoladi. Va albatta lor shifokoriga murojaat qilsangiz, quloqingizdagi kirni tozalab tashlaydi va bu sizdagi diskomfortdan qutulishingizga yordam beradi.